Darsimizni davom ettiramiz. Bu yerda product detail URL almashtirish kerak. Absolute URL funksiyasini yozmaganmiz. O'shaning uchun boshqa funksiya ishlatamiz biz. URL degan ishlatamiz. URL Slack bo'yicha ochiladi. Mana product ichida detail va product Slack. Xuddi shu narsa bu yerda ham shuni qo'yamiz. Endi saqlanib qilib ochib ko'ramiz. Saqlab oldik. Orqaga yangini olamiz. Endi yana bitta bosib ko'ramiz. Endi ochildi mana. Lekin pechenye bosyapman men. Nima ochilyapti? Qahva doni ochilyapti. Pechenye ochilish uchun bu yerda product detail'da almashtirib chiqishimiz kerak. Product details ichida biz o'zimizga kerakli bo'lgan, kerakli emas, o'zi database'dan olinadigan mana qahva doni emas, bu yerda bizda nima bo'ladi? Product name bo'ladi. Va product price, product description hammasi database'dan olinadi, jadvaldan. Yana nimani almashtiramiz? Savatga qo'shish. Sotuvda bor holati degan joyga mana sotuvda bor mavjudligini biz product status get status emas, bu yerda get status bo'lmaydi. Hozir demak bu yerda get status emas, bizda nima stock degan stock edi menimcha. Stock mana maydonlarni katta ko'rib olsak bo'ladi. Modelsga o'tamiz. Modelsda bizda nima bor? Stock mavjudligi, omborda nechta? Omborda nechtaligi mavjudmi yo'qmi shu narsa. Shu. Demak, ochamiz. Detailga ochamiz. Bu yerda nima deyilgan? Holat. Demak, holati bor, yetkazib berish 1-2 kun, to'lov qabul qilishda demak. Bu yerda o'xshash mahsulotlar deyilgan. Hozircha bittasini qoldiramiz, keyin o'zgartiramiz. Bitta kart qoldiramiz. Endi hozir tekshirib ko'ramiz. Bizda nima chiqishi kerak? O'zi har bir tovar bosilganda chiqishi kerak mana. Demak, pechenye bosyapman, pechenye chiqyapti. Demak, masa holati yo'q, holatiga nechtaligi chiqarmaymiz, holatiga boshqa narsa chiqarishimiz kerak. Hozircha holat emas, bu yerga soni deb qo'yamiz. Detail ichida holati soni. Yetkazib berish, to'lov emas, o'zgartiramiz nimaga? Mavjudligi mavjudmi yo'qmi? Mavjudligiga o'zgartiramizda bu yerdan variable degan narsa olamiz. Products available degan narsa olamiz, keyin yangilaymiz. Mavjudlik true qaytaryapti, true emas, bizda qaytarish kerak. Agar true bo'lsa yes mavjud degan yozuv qaytarish kerak. Mavjud degan yozuv qaytarish kerak. Shunaqa bo'ladi. Agar bo'lsa mavjud, bo'lmasa qolmadi degan yozuv. Agar bo'lsa true bo'lsa mavjud, qolmagan bo'lsa qolmadi degan yozuv chiqadi. Demak, bo'ldi, chiqdi, bitta narsa qoldi. Bizda nima? Image chiqarishimiz kerak, rasm. Rasmni chiqarishimiz kerak bu yerda rasmni. Yana xuddi shunday chiqaramiz rasmni. Bu yerda nima qilsak bo'ladi? Product image wrap. Yangilaymiz. Mana rasmni chiqardik. Savatga qo'shish
knopkasini ishlatamiz. Endi savatga qo'shish hozir JavaScript orqali ishlayapti. JavaScript savatga qo'shishdan oldin biz nimani avtorizatsiya qilishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tish va kirish tugmasini o'zgartiramiz. Ishlaydigan qilamiz hozir. Demak, buni qildik. Davomini endi avtorizatsiyaga o'tamiz. Avtorizatsiya qilish uchun headerda bu yerda knopkani almashtirishimiz kerak. Headerdan o'tamiz. Headerga 4-dars bizda endi avtorizatsiya. Birinchi qadam nima qilamiz? Accounts ilovasini yaratamiz. Accounts ilovasini yaratish. Mana komandasi yozilgan bu yerda, shuni olamiz. Terminalga o'tamiz. Demak, terminalda accounts ilovasini yaratamiz. Yaratildi accounts ilovasi. Endi nima qilish kerak? Settingsga o'tib turib accounts'da shopda ichida settingsda qo'shib qo'yishimiz kerak. Accountsga biz nima ishlatamiz? Django'ni o'zini useri bor. O'sha narsani ishlatamiz. Buni settingsga qo'shib ketamiz. Login URLda kirgandan keyin kirish uchun login URL, login Slack bo'yicha o'tadi. Demak, settingsdan eng oxirga qo'shib ketamiz. Endi accounts ichida URL fayli yaratamiz. Account ichiga o'tamiz. Accounts URL yaratamiz. Shopda ichida emas, faqat accounts ichida. urls.py deyman-da. Hammasini o'rganamiz. Hammasini olib turib, yerga stavить qilamiz. Demak, login, URL, logout, chiqish va ro'yxatdan o'tish. Bizga kerak bo'ladigan viewlar Django'ning o'zida bor. Login view bor, logout view bor. Faqat bizga ro'yxatdan o'tish viewsini yaratishimiz kerak. Views ichiga o'tamiz, registr yaratamiz bu yerda. Registr ham bor bu yerda, kirish shabloni qo'yilgan. Demak, template yaratib ketishimiz kerak. Account ichiga kirib, login html ga kiramiz. Templates yana bitta papka yaratamiz. Accounts va endi login html banda bor. Shuni olsak bo'ladi yoki bo'lmasa shuni copy qilaman. Accounts new file deymanda login html. Demak, copy qildim. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, forma chiqarib beradi. Form chiqaradi, kirish tugmasini bosiladi. Shu ishlashi uchun biz narsa headerga, yana loginga silka havola tashlab ketishimiz kerak. Header bizda base html ichida. Ro'yxatdan o'tish view'ni yaratishimiz kerak deb aytganda, mana shuni olamanda ro'yxatdan o'tish view'ni yaratib ketamiz. Segmentdan boshlab olamiz. Ro'yxatdan o'tish view'sini yaratamiz. View'ga kiraman, bu yerga qo'yaman. Buni olib tashlayman bu yerdan. Kerak emas. Demak, register funksiyasi view'si kiritgandan keyin qayerga qaytishimizni aniqlaymiz deydi mana. Kirgandan keyin bu yerda berilgan product listga qaytamiz. Product list bizda ro'yxat. Redirectni import qilamiz bu yerda. Redirectni qayerdan import qilamiz? Render tepasida redirect bor.
redirect import qildik. Demak, redirect import qilindi. Ro'yxatdan o'tish shabloni endi. Ro'yxatdan o'tish shabloni. Buni ham yo'ldan olamiz, copy qilamiz. Accounts ichiga kiramiz. New file. Yo'q, bu accounts emas. Templates ichidagi accounts ga kiramiz. Template ichidagi accounts, new file deyman. Register HTML. Register HTML bo'ldi. Demak, register HTML tashlab ketdik. Endi menyuga kirishni o'zgartiramiz. Menyuga kirishni shuni olamanda men. Agar deyman user avtorizatsiya bo'lgan bo'lsa, username chiqaramiz. Yo'q bo'lsa, kirish degan havolani chiqaramiz. URL ga login template ga o'tadi. Shuni olaman. Base HTML ga o'taman. Base HTML da header bormanda. Headerda kirish degan joy bor. Mana kirishni butunlay olib tashlayman va o'zimni formamni qo'yaman. If else deb qo'yamiz. Demak, qo'ydik, endi ochib ko'ramiz. Katalogga o'tamiz. Bosh sahifaga yo'q bizda hozircha bunaqa sahifa yo'q. Products ga o'tamiz. Demak, productsda logout degan view function yo'q deyapti. Logout not found. Shuni to'g'rilab ketaman hozir. We use product list. Logout is not valid view function. Demak, hozir logout serverni yana bitta serverni ishga tushirib to'xtatib, qaytadan ishga tushirib yuboraylik. Settingsdagi o'zgaruvchilar olinadi. Yo'q, hali ham olinmadi. Demak, menda bitta narsa qolib ketdi. Accounts URLni shop ichidagi URL ga qo'shmabman. URL ga qo'shib ketishim kerak bu yerga. Paste deyman. Bu yerdan olaman. Accounts URLni qo'shib ketamiz bu yerga. Demak, qo'shildi. Endi ishlashi kerak. Yangilaymiz, endi ishlaydi. Hozir admin sifatida kirib turibman. Demak, chiqish tugmasini bosaman, chiqib ketdik. Kirish yoki ro'yxatdan o'tish tugma turibdi. Men ro'yxatdan o'tishni bosaman. Ro'yxatdan o'tishda bizda forma ko'ryapti. Username, parol va parolni tasdiqlash. Hozir ro'yxatdan o'tib ko'ramiz. Robin deyman, parol 1 2 3 4 8 tadan ko'proq bo'lishi kerak. Ro'yxatdan o'tish bosamiz. Count deyapti. Parol ishlatib ko'ramiz. Demak, ro'yxatdan o'tish ishladi. Update ko'ramiz. Mana Robin degan foydalanish sifatida ro'yxatdan o'tdim. Endi savatga qo'shish degan tugmani ishlatishimiz kerak. Hozircha bu dars tugadi. Keyingi darsda savatga qo'shish tugmasini ishlatamiz.